bunaqa tabiiylik, samimiylik, qisqa qilib aytganda jaydari bayram to'g'risi ko'rmaganman, qoyil qoldim. O'zim Iskabod qishlog'idan bo'lishimga qaramay, Gaznon ahlini, Gaznonni yoshlariga hamisha qoyil qolaman. Pahlavon, polvon bu bolalarni yillar davomida kelajakda shunaqa natijalar qilishiga ishonamanki, ularning ichidan jahon olimpiada chempionlari chiqishiga ishonaman. Xuddi shu yoshlardan shularning ichida ham bir qator bor. Hozir ozgina qisqa taqdirlash bo'lib o'tadi. Ushbu taqdirlash bu yoshlarni bugundan biz ishontirishimiz kerak. Kelajakda jahon olimpiada chempioni bo'lishiga. Biz ishonmasak bularga butun dunyo ertaga ishonishini kutishimiz keragi yo'q. Bugun ishonishimiz uchun davramizga O'zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi Namangan yosh gvardiya sport maktabi boks bo'limi tarbiyalanuvchisi 2024-2025 yil davomida maktabimiz tumanimiz sharafini munosib himoya qilib, respublika musobaqalarida faol ishtiroki uchun Nuriddinov Suhrobbek Abdumanov o'g'li taqdirlanadi. Taqdirlash uchun Hayratjon domla, iltimos yordam bersangiz. Xuddi shunday tashakkurnoma bilan 24-25 yil davomida yuksak natijalar uchun Davlat Aliyev Kotibjon Rahimjon o'g'li taqdirlanadi. Xuddi shunday tashakkurnoma bilan yillar davomida matonatli janglar uchun Bekpo'lat Maqsadbek Bo'riboy o'g'li taqdirlanadi. Katta rahmat qarsaklar uchun. Endi bu bolalar chempion bo'lish uchun bizga yaqinda yordam bergan, boks sport turini rivojlantirishda o'sib kelayotgan yosh avlodni sport turlariga jalb etish va ommalashtirishda qo'shib kelayotgan ulkan hissangiz uchun va yaratib berayotgan sharoitlaringiz uchun chuqur minnatdorchilik bildiramiz. Tursunaliyeva Qimmatxon Qirg'izovna. Albatta, guldiroz qarsaklaringiz olqish ostida ushbu maktab direktori Shohista Asabayeva Qirg'iz Quronbayevna taqdirlanadi. Tashakkurnoma bilan. Albatta bu yutuqlar bardavom bo'lsin. Gaznon ahliga ko'z tegmasin. Polvonlar bor, kurashchilar, futbolchilar, tennischilar ilgaridan chiqib yurgan. Mana bu ular davomchisi yakka kurashda ham g'alabalar ko'payyapti. Ushbu yutuqlarga sababchi deb bilaman. Meni shaxsan o'zim uchun ushbu Gaznon ahliga kelib, shu bolalarni saralab olib, ichidan chempionlar chiqyapti. Bardavom bo'lsa, olimpiyskilar, jahon chempionlari chiqadi. Ushbu sharoitlarni yaratib bergan yoshlar tizimida olib borayotgan mehnatlaringiz hamda o'sib kelayotgan yosh avlodni sport turlariga jalb etish va ommalashtirishda qo'shib kelayotgan ulkan hissangiz va yaratib berayotgan sharoitlaringiz uchun Umaraliyev Asadbek Jumaboyevich sizga chuqur minnatdorchilik bildiramiz. Kelajak avlod Muhammad Olim kevorsaga. Biz ozgina xabarsiz qoldiramiz. Bu kichkintoy kelajakda olimpiya chempion bo'ladi Xudo xohlasa. Bu akalarning davomchisi bo'lib.
Mana shu to'g'rida turgan hamma o'zini joyiga borib o'tirsin. Qachon borib 100% o'tirasiz keyin taqdirlash bo'ladi. O'sha sahnada o'tirgan onaxonlarimiz, otaxonlarimiz hammasi bu bolajonlarni ko'rib, yana ham ko'proq chin dildan duo qilsa, mana chempionlar. Iltimos, sahna madaniyatiga hamma rioya etsin. Suriling, boring joyingizga hammangiz, turmang bu joyda. Qachon joyingizga borasiz davom etamiz. Ha, uzoqdagilar ko'ra olmay qoldi-da, o'shanga. Uzoqdagilar ko'ra olmay qoldi o'shanga. Seni ko'rdim navbahor fasli, adirlarda terarding lola, gullar aro gul eding asli, kuylar eding misli shalola. Sening shoh-shoh o'ynar yayrashing, chamanlarga bag'ishlading jon, oxularni kirdan qarashing. Ko'taradi qalbimda tug'yon, aziz xalqimiz, azizlar, hammangiz joyingizni egallab olasiz. Hozir mana birgalikda mahallalarimizni taqdirlash marosimini o'tkazamiz. Ana undan so'ng ommaviy raqsga beramiz. Bizni dasturimizdagi xonandalarimiz birgalikda bayramona kayfiyat ulash uchun qo'shiqlarimiz namoyish etiladi. Mahallalarimizni raislari Inomjon aka ikki og'iz so'z aytmoqchi ekanlar va yana bitta tabrik qolib ketibdi sport yo'nalishi bo'yicha. Ochig'i ushbu qizni gaznonli bo'lganligi uchun emas, haqiqatda ham men bu qizni mehnatlarini ko'rib, qoyil qolganligim uchun, bu qizni irodasi uchun Azambek va Dinara ilk O'zbekiston chempioni kurash sport turi bo'yicha ushbu qizimizni ham shu davrada, shu joylarda yaxshi kunlarda taqdirlab qo'ysa, qarsaklaring ostida. Biz umuman bundan bexabar deydi Dinara bedaligidan. Rasmga tushib qo'yadi. Aziz xalqimiz, xalq to'lqindir, xalq dengizdir va yana bir ibora bor.